Alloh taolo bizlarga ota-onamizga duo qilishlikni, haqqiga duo qilishlikni o'rgatyapti, ta'lim beryapti. Mulohazali joyi borki, azizlar, bugungi kunda ota-onalar farzandlarini dunyoga keltiriboq ularni yetim qilib tashlab ketayotganlar bor. Qarovsiz tashlab qo'yayotganlar bor. Ular ota-onalarning haqlariga nima deb duo qilar ekan? Bizni shunday yetim qilib, qarovsiz tashlab ketganliklaringiz uchun sizlarga katta rahmat dermikin? Nima deb duo qilar ekan o'sha yetimlar? Alloh subhanahu va taolo shunday ota-onalar ulug' o'rinda, maqomda qo'yib, farzandlari ota-onalariga shunday duo qilsinlar. Mening gunohimni, ota-onamning gunohini kechirgin deb duo qilsin deb ta'lim beryapti. Lekin bugun dunyo yuzini ko'riboq, bugun farzandlarini tirik yetim qilib qo'yayotgan otalar farzandlaridan qanday duoni kutar ekan? Bu farzandlar nima deb Alloh taolaga duo qilar ekan? Biz mana shu joyda mulohaza qilishimiz kerak bo'ladi, azizlar. Mana shunday insonlar hatto o'zining zurriyatiku nafaqasi zimmasida vojib otaning. Farzandlar oila buzilib ajrashib ketgan bo'lsa ham farzandlarning nafaqasi otaning bo'ynida turaveradi. Vojib, bermasa gunohkor bo'ladi. Bugungi tilda aytadigan bo'lsak, azizlar, aliment to'lamasdan, aliment o'sha farzandlarining, o'zining zurriyotining nafaqasi. O'shani bermasdan qochib yurgan otalar bor ekan, azizlar. Qiyomatda qanday javob beradi? Oxiratda bunga qanday javob beradi? Ajrashib ketsa ham ayoliga hech narsa bermasin mayli, lekin farzandlarining nafaqasi otaning bo'ynida vojib. Bermasa gunohkor bo'ladi. Biz farzandlarimizdan duo kutar ekanmiz, farzandlarimizga duo qiladigan darajada maqomdagi ota bo'lishimiz kerak. Farzandlarimizdan duo kutar ekanmiz, biz duo oladigan darajadagi mavqedagi ota bo'lishimiz kerak. Ana o'shandagina bizning haqqimizga duo qiladilar. Bugun ming azob uqubatda, qiyinchilikda hayot kechirayotgan yetimlar borda, azizlar. Otasi tirik, holdan xabar olmaydi. Bular otasiga yaxshilikka duo qiladi deb o'ylaysizlarmi? Haqlariga bir yaxshi duo, insofga kelsin deyishi mumkin. O'zingdan qo'rqadigan ota bo'lsin deyishi mumkin. Shuning uchun azizlar, farzandlarimizdan yaxshi duolarni olishligimiz, farzandlarimizning bizlarning haqqimizga chiroyli, Allohdan haqiqiy bir so'rov bilan so'rab haqqimizga duo qiladigan otalar bugun farzandlarining ham taqdiriga e'tiborsiz bo'lmasligi kerak ekan, azizlar.